Termiz shahrida oliy va o'rta maxsus diniy ta'lim muassasalari pedagog o'qituvchilari uchun yilning eng yaxshi fan o'qituvchisi musobaqasi hamda O'zbekiston musulmonlari idorasi tasarrufidagi o'rta maxsus islom ta'lim muassasalari o'rtasida Olimpiada 2026 tanlovining respublika bosqichi o'tkazildi. 2 kun davom etgan tadbirda ishtirokchilar bilim va ko'nikmalarini sinovdan o'tkazishib, munosiblar sovrindor bo'lishdi. Batafsil muxbirimiz lavhasida so'z boradi. Mazkur nufuzli ma'rifiy va ilmiy tadbirning ochilish marosimida O'zbekiston musulmonlari idorasi raisi o'rinbosari, din ishlari bo'yicha qo'mita bo'lim boshlig'i, diniy ta'lim muassasalari rahbarlari, pedagog o'qituvchilar va talabalar ishtirok etishdi. Unda so'z olganlar mamlakatimizda diniy ta'limga e'tibor yaratilayotgan sharoitlar va imkoniyatlarni e'tirof etishib, tanlov ishtirokchilariga omad tilashdi. Tadbirning birinchi kunida yilning eng yaxshi arab tili va balog'ati fani o'qituvchisi tanlovi doirasida pedagoglar o'z bilim va mahoratlarini namoyon etishdi. Musobaqa ishtirokchilari 4 ta shart bo'yicha o'zaro bellashdilar. Davlatimiz rahbari tomonidan mana oxirgi 6-7 yil ichida bir qancha katta islohotlar, ya'ni o'sha Samarqand shahrida Imom Termiziy, Imom Buxoriy nomidagi xalqaro ilmiy tadqiqot markazi va mana Ramazon oyida musulmonlarga tuhfa qilingan Imom Buxoriy majmuasi va Toshkent shahridagi Islom sivilizatsiyasi markazi kabi juda katta bunyodkorlik ishlari va mana shu buyuk ajdodlarimizning merosiga bo'lgan ehtirom, ularni merosini qayta tiklashga bo'lgan intilish va qolaversa yurtimizda o'sha 3-renessansga poydevor qo'yilishligini bir ko'rinishidir. Mana bugun Termiz shahrida bo'lib o'tayotgan, xususan mana Imom Termiziy Islom institutida bo'lib o'tayotgan tadbirlar, xususan o'sha O'zbekiston musulmonlar idorasi tasarrufidagi 4 ta oliy diniy ta'lim va 10 ta o'rta maxsus islom ta'lim muassasalarida dars berayotgan eng yaxshi arab tili va balog'ati fani o'qituvchilarini tanlovi va mana bundan tashqari respublikamizdagi mana shu ta'lim muassasalari 10 ta o'rta maxsus ta'lim muassasalari talabalari o'rtasida o'sha yagona olimpiadani o'tkazilishligi ham albatta bu so'nggi yillardagi islohotlarning bir ko'rinishidir. Albatta bu orqali mana ustozlarimizda ham o'sha o'zini faniga bo'lgan e'tibor, mana shu fanga bo'lgan ixlos va qolaversa talabalarimizni ham mana yagona olimpiada doirasida yurtimizning tarixi va qolaversa yurtimizdagi mana turli viloyatlarda har yil har xil viloyat o'tkaziladi. O'sha viloyatlardagi diqqatga sazovor joylarni, o joylardagi shu ajdodlarimizning merosi va qolaversa o'sha viloyatlarda bo'layotgan, tumanlarda bo'layotgan yangi bunyodkorlik ishlaridan ham boxabar bo'ladilar. Bu ham o'sha talabalar va qolaversa ustozlar bilan o'sha viloyatlarni o'rganish, bir-biri bilan fikr almashish va qolaversa mana shu yurtimizning tarixini chuqur o'rganish uchun zamin bo'ladi desak xato bo'lmaydi. Ishtirokchilarning nutq madaniyati, mavzuni yetkazish uslubi, talabalar bilan muloqot qilish qobiliyati hamda dars samaradorligini ta'minlash qobiliyati nufuzli hakamlar tomonidan munosib baholandi. G'oliblar tashkilotchilar tomonidan munosib rag'batlantirildi. Tadbirning ikkinchi kunida Olimpiada 2026 tanlovining respublika bosqichi ham o'tkazildi. Unda o'rta maxsus islom ta'lim muassasalari talabalari arab tili, fiqh, aqoid va O'zbekiston tarixi fanlari bo'yicha bilim va malakalarini sinovdan o'tkazdi. Mazkur jarayonlarni malakali hakamlar hay'ati baholab borishdi. Bu fan olimpiadasi mana har yil o'tkaziladigan asosiy olimpiadalardan yuqori kurs talabalari, bitiruvchi kurs talabalari orasida o'tkaziladiki, talabalarimiz bor kuch mahoratlari o'sha 4 yil davomida madrasada o'qigan bilimlarini bu yerda ko'rsatib, yaxshi o'rin egallashga harakat qilishadi va bunda ham albatta biz o'sha talabalarimiz o'rtasidagi sog'lom raqobat, ularni bilimga chanqoqliklari albatta kelajakda bir yaxshi mutaxassis bo'lib yurtimizga, xalqimizga xizmat qilishga tayyorlanayotganliklarini ham biz ko'rishimiz mumkin bo'ladi. Yoshlarga bo'lgan e'tibor, ayniqsa talabalarga keng imkoniyat yaratib berilayotganligi, ularga nomdor stipendiyalar tayinlanishi qatorida fan olimpiadasida ham mana shunaqa o'z bilimi bilan talabalar yuqori ko'rsatkichga bir ega bo'lishida qo'llab-quvvatlash, ham moddiy ham ma'naviy bir qo'llab-quvvatlash timsoli deyishimiz mumkin. Yakunda eng yuqori natijalarni qayd etgan talabalardan 3 nafariga diniy oliy ta'lim muassasasiga o'qishga kirishlari uchun imtiyozlar berildi. Shuningdek, faol ishtirokchilar ham tashkilotchilarning diplom va esdalik sovg'alari bilan taqdirlandi. O'shaloq tadbirning Termiz shahrida Surxon zaminida o'tkazilishi bejizga emas. Bu yerdan hammamiz tariximizdan ma'lumki, ko'plab
ulug' allomalar, termiziylar, olimlarimiz yetishib chiqqan. Tashrif davomida Toshkent Islom universiteti rektori bilan talabalarimiz uchrashuv o'tkazilib, bunda albatta ilm, ixlos, ustoz va ota-onalarga bo'lgan hurmat mavzulari haqida bir yaxshi davra suhbati tashkil etildi. Tadbir davomida ishtirokchilar uchun ma'naviy ma'rifiy uchrashuvlar, tajriba almashish jarayonlari ham tashkil etildi. Bu esa o'qituvchilar o'rtasida o'zaro hamkorlikni mustahkamlash, ilg'or tajribalarni ommalashtirishga xizmat qildi. Aytish kerakki, bunday tanlov va olimpiadalar diniy ta'lim sifati va samaradorligini oshirish, iqtidorli yoshlarni qo'llab-quvvatlashda muhim o'rin tutadi.